Hammalarga salom, sizlar bilan yana Kixon. Bugun 308 versiyadagi baglarni tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. Videoni boshlashimiz oldin shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Birinchi bagimizni sinash uchun bizga bitta uchadigan narsa kerak bo'ladi, xolos. Xo'p, videoda ko'rsatilgan joyga borib olamiz. Eng teparoq joyga joylashamiz-da, bitta parashyut ochib, bitta tashlaymiz. Ko'rib turganinglardek bir g'alati bir situatsiyani, motivatsiyani xullas o'shanaqa joyga to'g'ri kelib qolamiz. Bemalol aylanib, xohlaganingizcha kandid qilishingiz mumkin. Ikkinchi bagimiz poyezd ketishdan 1 sekund yoki 2 sekund oldin bitta sakrab olsanglar, xuddi shunaqa qilib bak qilib ichidan tushirib olib, bitta uchirib olar ekan mo'g'allar. Yana bitta uchirib olib, balat. Bu bagi desa bo'ladi. Oxirida baribir yetolmasdan o'lib ketdim mana. O'lmadim, uzr. Men bilgan baglar hozircha shular. Agarda sizlar ham boshqa baglarni bilsanglar, kommentlarga yozib ketishni unutmanglar.